Agar siz farzandingizni haqiqatdan yaxshi ko'rsangiz, unda hech qachon bu o'yinchoqni ularga sotib olib bermang. Yaqindagina qizimni iltimosiga ko'ra trend bo'lgan o'yinchoqlardan birini xarid qilgan edik va 2 kundan keyin qizimda g'alati o'zgarishlar paydo bo'ldi. Farzandim shamollamagan bo'lsa-da, unda burun bitishlari va tanada qichishishlar paydo bo'ldi. Keyingi kun esa yuzida allergik toshmalar paydo bo'ldi. Farzandimdagi bu holatlar aynan shu o'yinchoq kelganidan keyin paydo bo'lganini eslab qoldim va bu o'yinchoq haqida internetdan ma'lumot to'plashga qaror qildim. Internetdagi ma'lumotlardan keyin farzandimdagi bu holat 100% shu o'yinchoqdan keyin ekanligini aniq bilib oldim. Va bu o'yinchoq Tapalavka. Hozirda trend bo'lgan va Tapalavka nomi bilan mashhur bo'lgan bu o'yinchoq juda ham zararli va kimyoviy moddalardan tashkil topgan o'yinchoq ekan. O'yinchoq bolalarda nafaqat allergiyani, balki onkologik kasalliklarni ham juda ham tez rivojlantirib yuborar ekan. Tapalavkalar eng past sifatli materiallardan tayyorlangan o'yinchoqlar hisoblanadi. Bolalar bu o'yinchoqni uzoq muddat davomida o'ynashlari tufayli ularda juda ham ko'plab salbiy kasalliklar rivojlanar ekan. Tapalavkalar uydagi barcha chang, mikrobakteriyalarni o'ziga yopishtirib olar ekan. Ko'rib turgan tapalavkalarni ham men 3-4 martalab yaxshilab yuvgan bo'lsam ham, baribir ustidagi kirlari 100% ketmadi. Va o'zidan juda ham kuchli kimyoviy hid chiqarar ekan va bu hiddan nafas olgan bolalarda nafas kasalliklari juda ham tez rivojlanar ekan. Agar farzandinglar bu o'yinchoqni uzoq muddat o'ynashsa, ularda jigar kasalliklari va gormonal buzilishlargacha olib kelar ekan. O'yinchoqni kichkina bo'lakchasini bolangiz og'ziga solib bilmasdan yutib yuborsa, bu hatto o'lim holatigacha olib kelar ekan. O'yinchoq o'zini yuza qismiga bakterial mikroorganizmlarni to'plab olar ekan va buning natijasida bolajonlarda infeksion kasalliklari o'z-o'zidan paydo bo'lar ekan. Bu o'yinchoqdan jabr ko'rgan bolalar va ota-onalar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun farzandingizga bu o'yinchoqni aslo sotib olib bermang va do'kondagi sotuvchilardan ham iltimos qilamizki, bunday o'yinchoqlarni hech qachon sotmang. Agar sizda ham shu o'yinchoqdan keyin salbiy holatlar paydo bo'lgan bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling va bu videoni barcha farzandi bor ota-onalarga jo'natib qo'ying.